Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ko'pchilik nima uchun o'ylagan planlarga erisholmaydi, nima uchun hammasi yarim yo'lda chala qolib ketadi, nima uchun qilgan rejalari o'xshamay qoladi. Mana shu haqida sizlar bilan ozgincha qisqagina suhbat qilamiz. Eng muhimi bilasizlarmi nimada? Qilayotgan ishingizni amalga oshirmoqchi bo'lgan maqsadlaringizni deyarli hech kimga aytmaslik kerak. O'zidan boshqa hech kim bilmasligi kerak. Nimagaki, agar siz masalan qanaqadir ish qilmoqchisiz, qanaqadir sizning planlaringiz bor, uni kimdirgadir aytadigan bo'lsangiz, mabodo u amalga oshmay qolsa, katta ehtimol bilan ularni ko'zini oldida siz faqat gapiradigan inson, ya'ni amal yo'q, faqat gapiradigan va qanaqadir omadsiz inson bo'lib ko'rinasiz, quruq gap inson bo'lib ko'rinasiz. Va bu o'zingizga ham juda bir noqulay hissiyot beradi. Ya'ni odamlar katta gapirib qo'ygansiz, men mamnaq qilaman deb, lekin bu yarim yo'lda qanaqadir o'xshamay qoldi. O'zi kitoblarda ham, diniy tomonlama ham, podkastlarda ham shu narsa aytilgan. Olayotgan oilangizni va qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni hech kimga aytmang deyilgan. Ko'z tegishi bor. O'sha aytganimdek, amalga oshmay qolsa siz ustidan kulishlari bor. Shunchaki o'zingiz bilan ishlang. O'zingiz yolg'iz. Yomon kuningizda ham, yaxshi kuningizda ham faqat o'zingiz bilan. Va g'alaba qozonganingizda ham, nimalarga erishganingizda ham o'zingiz bilan. Yolg'iz ishlang, yolg'iz ko'chaga chiqing, yolg'iz aylaning, yolg'iz bajaring. Kimdir yordam berishini shart emas. Odam o'zi to'lasa bo'ladi. Muhimi, qanaqadir motivatsiya kelishini kutmang hech qachon. Motivatsiya hech qachon kelmaydi. Bir keladi, kelib qolishi mumkin. Agar o'sha kelganda ham nimadir qilib olmasangiz, bu foydasiz narsa. Shuning uchun doim disiplina bilan harakat qilish kerak. Odam yoqmagan ishini ham. Masalan, men maqtanmoqchi emasman bu gapim bilan. Men video montajni kechasi bo'lsa ham o'rganyapman. O'sha animatsiya, ya'ni Imangachi style bilasizlar. Imangachi stylini o'sha umuman Imangachiga taqlid qilaman desa ham bo'ladi. Yoqtiraman u odamni, ya'ni lifestylini. O'sha odamga o'xshashga harakat qilaman. Umumiy hayotimni ham, kiyinishimni ham deyarli mana shunga o'xshagan ko'zoynaklar sotib olganman. Xuddi o'zinikiga yaqinroq. O'ziniki original bo'lmasa, originalini ham olmoqchiman, lekin topolmadim. O'zbekistonga dastavkasi yo'q. Shunga o'xshashroq olib, o'shani imijida kiyinishga harakat qilaman, o'shani imijida gapirishga, o'shani kontentlarni o'xshash kontent qilishga harakat qilaman va xuddi o'shanaqa montaj qilishni ham men xohladim va o'zimni majburlab o'rganyapman. Juda qiyin. To'g'risi, uni stildagi montaj qilish juda ham qiyin, lekin men qiyin bo'lsa ham shu ishni qilaman, chunki menga kerak rostdan. Men unga o'xshamoqchiman, rostdan menga uni stili kerak. Montaj jihatdan ham, ko'rinish jihatdan ham, boshqa jihatlardan ham xuddi o'zini stilini o'rnatishga harakat qilaman. Siz ham xuddi nimalarga erishmoqchimisiz, bo'ldi. Uni motivatsiya kelish shartmi shunchaki qilish kerak. Uni o'sha qilmoqchi bo'lgan ishingizni qanaqadir maqsadga borib taqash kerak bo'ldi. O'z-o'zidan qilib ketaverasiz, sekinlik bilan bo'ladi. Hech narsa birdan bo'lib qolmaydi. Aytishadi-yu, 2 yil davomida hech kimga ko'rinmadim, hech qanaqa natijaga erishmadim. 3-yilda esa dunyo taniydigan insonga aylandim deydi. Bu gapda juda ma'no katta. Ya'ni 2 yil tinimsiz mehnat qilgan, hech narsaga erishmagan, 3-yilda bum, ya'ni 3-yilda birdaniga ko'tarilib ketgan. Sizda ham xuddi shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun mayda-mayda harakatlar bilan, katta maqsadlar bilan harakat qilish kerak. Doim o'zingiz bilan bo'ling, nimadir qilishga harakat qiling, har kuni nimadir o'rganishga, nimadir. Kuni shunchaki o'tib ketmasligi kerak. Nimadir hatto o'zingizni ko'ndirishingiz kerak. Men masalan bugun mana shu ishni qildim, o'zingizni xursand qilishingiz kerak. Agar men nimadir kun bo'yi ish qilmasam yoki qanaqadir vazifani bajarmasam, men kechasi uxlashim juda qiyin. Shunchaki kunim bekorga o'tib ketganimdan o'zimdan o'zim xafa bo'laman. Nimadir ish qilishim kerak. Masalan, bugun deyarli hamma ishlarni bitkazib oldim. Men eng katta chalg'itadigan narsalardan biri kompyuter o'yinlari edi. Ayniqsa CS:GO bolalar to'g'ri tushunadi. Men juda CS:GOga bog'lanib qolgandim. Ayniqsa yangi dekabrdan boshlab juda CS:GOga berilib ketgandim. Kecha ham mas bir o'tgan kuni o'chirishga majbur bo'ldim. Chunki qarasam deyarli kuniga 4 soatdan ko'proq CS:GO o'ynayotgan ekanman va o'zim xohlagan ishlarimga, o'sha rejalashtirilgan ishlarimga ulgurmayapman ekan. Keyin nima uchunligini aniqladim. Bitta kirib qarasam CS:GOga 4 soat, 5 soat o'ynalgan kun davomida. Ya'ni men 5 soat ichida agar fokusim jalb nimadir ish qiladigan bo'lganimda ancha narsa qilib qo'ygan bo'lardim. Va men CS:GOni o'chirdim. O'z-o'zidan hayot tarzim o'zgardi. Ya'ni nimadirdan voz kechdim. Menga xalaqit berayotgan narsalardan voz kechdim. Xumor tutib qoladi, chunki men sigaret chekmayman, boshqa narsa qilmayman. Stressni nimadir bilan chiqarish kerak, charchoqlarni. Men o'yin orqali chiqarardim. Hozir juda qiyin bo'ldi, lekin haqiqatan ham ishim samarali bo'ldi. O'sha
bir haftada qiladigan ishlarimni deyarli 2-3 kunda tugatib qo'yaman yoki bir kunda qiladigan ishimni qanaqadir 1 soatda o'tirib ham qilib qo'yaman. Bu hammasi o'sha chalg'itadigan omillarga bog'liq. Iloji boricha jimroq yuring, kamroq gapiring, introvert bo'lishga harakat qiling iloji boricha. Aytganimdek hech kimga aytmaslik kerak qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni. Chunki yutsangiz bu sizning yutug'ingiz. Yutqizsangiz ham hech kim bilmaydi yutqizganingizni. Agar aytib qo'ysangiz, yutqizganingizni hamma biladi. Shuning uchun faqat o'zingiz bilan yashang. O'zingizning maqsadlaringiz, o'zingizning orzularingiz. Kimdir bo'lishga harakat qiling. Kimdir bo'lishga harakat qiling. Haqiqatan ham bu gaplarimni men ko'p aytaman, bilsanglar, kimdir bo'lishga harakat qilish kerak. Shunchaki qanaqadir yashab o'tib ketish, sizlar qanaqa tasavvur qilasizlar, men tasavvur qila olmayman qanaqa. Shunchaki yashab o'tib ketish. Masalan, 2 yildan keyin, 1 yildan keyin uylanaman, bolali chaqali bo'laman, boshqa balovatlar, bolalar maktabga uylantiramiz, uni shunchaki o'lib ketish. Nimadir qoldirib ketish kerak, qanaqadir tarixga kirish kerak. Men shunga harakat qilaman doim, tarixga kirishga harakat qilaman. Odamlarga foydam tegishga harakat qilaman. Nimadir bilim ulashishga harakat qilaman shu sababli. O'zimni ko'p o'ylamayman. Doim kimdirga yordam berib, kimdirga nimadir o'rgatishga harakat qilaman va shu orqali o'zimni rivojlantiraman. Plus bu videodan ancha ma'lumot oldingiz, ancha tushuncha oldingiz degan umiddaman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.